Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar sport bilan 100 kun olmay challenge'imizni bugun 85-kunidamiz. Bugun bir latifanamoq hissiyat bermoqchiman. O'rdalar ko'lni rasvosini chiqarib yuborishibdi. Ko'l sasib ketibdi. Shunda o'rdalar ko'lni shu holatga solishib, yana bu holatdan norozi bo'lishib, boshliqlarni o'ldirishibdi. Bosh ko'tarishibdi. Va yangi boshliq tayinlashibdi. Yangi boshliq tayinlab, boshliq aytibdiki, ikkita xufiya o'rdakni chaqirib, bir atrofda uchib aylaninglar, balki yangi ko'l paydo bo'lgandir. Agar yangi ko'l paydo bo'lgan bo'lsa, o'sha yerga ko'chib o'tamiz. Bu ko'lda yashashni iloji qolmadi. Rasvosini chiqardik dedi. Shunda ular uchib atrofni kuzatib qaytib kelishibdi. Hukmdorim deyishibdi. Tog'ning tepasida yangi ko'l paydo bo'libdi. Top-toza, zilol suvli, ichida baliqlar suzib yuribdi. Juda go'zal ekan. Esa hukmdor aytibki, hamma o'rdaklarni yig'inglar. Bir majlis qilaylik deb buyuribdi hukmdor. Shunda hamma o'rdakni yig'ishibdi, hukmdor so'z boshladi. Hurmatli o'rdaklar, bu ko'lda yashab bo'lmay qoldi. Hamma yoq sasib ketdi, rasvosini chiqardik. Tog'ning tepasida yangi ko'l paydo bo'libdi. O'sha yerga ko'chamizmi? Hamma bir ovozdan ko'chamiz dedi. Shunda bir o'rdak qo'lni ko'tardi. Hukmdor gapir dedi. Hukmdor debdi, kechirasiz. U yerga cho'milib boramizmi yoki-da shunday ketaveramizmi degan. Xulosa shuki, avval bir ishni qilishingizdan avval oldingi ishni rasvosini chiqarganlar bilan, ya'ni dabdala qilib tashaganlar bilan qilmaysizda. Avval qilingan ishlar sabo berish kerak-da. Ya'ni o'sha yuvsizlarni yana ergashtirib yuraversangiz, boshqa ishlarni ham rasvosini chiqarib dabdala qilib yuborishadi. Shuni ulashib qo'ymoqchi edim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.